Birinchi masalani ko'ramiz. Demak, birinchi masalani shartida quyidagi moddalardan qaysilarining tarkibida 12,4 (10^23 ta atom bo'ladi? Demak, biz birinchi o'rinda topib olamiz. 12,04 (10^23 ni molini topamiz. Qani necha mol bo'ladi? 12 ni 6 ga bo'lsak, demak 2 mol atom saqlagan ekan. O'sha atomimiz qaysi moddamizda 2 mol atom bo'lishini topamiz. Birinchi savolimizda 16 gram kislorodimiz nechta atom borligini topamiz. 16 ni 32 ga bo'lamiz va 2 ta atom bo'lgani uchun 2 ga ko'paytiramiz. Demak, 16 ni 32 ga bo'lsangiz yarim mol, 2 ga ko'paytirsangiz, demak 1 mol atom bor ekan. Kislorod 16 gramda. Ikkinchi variant 17 gram fosfinda necha gram atom borligini topamiz. Demak, 17 ni molekulyar massaga bo'lamiz 34. Tarkibda 4 ta atomi bor. Demak, 2 mol atom saqlagan ekan. Uchinchi chiqadigan ishimiz 11,2 litr normal sharoitdagi metanni atomlar sonini topamiz. Demak, 11,2 imiz 0,5 mol ko'paytiramiz. Metanda 5 ta atom bor. Demak, 2,5 mol atom bo'lar ekan. Keyingisi, 4-chi ishimiz 8,5 ammiak berilgan. Ammiakni tarkibida 4 ta atom bor. 8,5 ni 17 ga bo'lamiz. Demak, 0,5 mol tarkibida 4 ta atom bo'lganligi uchun 4 ga ko'paytiramiz. Demak, 2 mol atom bo'lar ekan. Keyingisi 5-chi chiqadigan ishimiz 16 gram silanda CH4 berilgan. Molini topish uchun birinchi demak 16 ni silanni massasi 32 bo'lib silanni massasi 30 mol atomlar soni 5 ta. 0,5 ni 5 ga ko'paytirsak 2,5 mol atom bo'ladi. Masala shartiga 2 mol atom bo'lsin degan. O'zi shu yerda javob sirasi chiqdi. Demak, 2 bo'lgan javob qaysilarda bor deb ko'ramiz. Faqat bitta javobda bor. Shundan ham ko'rishimiz mumkinki, javobimiz demak C javob ekan. 2 bilan 4. Ikkinchi savolimizni ko'ramiz. Ikkinchi savolimizda natriy sulfid tuzining 1,5 moldagi molini topishimiz kerak. Natriy sulfidni molekulyar massasini topsangiz 46 plus 32 bo'ladi. Demak, bu 78. Shuni 1,5 molini topishimiz kerak. 78 ni 1,5 ga ko'paytirib olamiz. 117 gram bo'ladi. Demak, javobimiz B javob. B javobni belgilaymiz. Keyingisi 3-chi savolni ko'ramiz. 3-chi savolimizda ham 11,2 gram noma'lum gaz shu temperaturada, shunday bosimda hajm 4,48 litrni egallaydi. Noma'lum gazni toping. Demak, molekulyar massaning bo'linma hamda klaperon tenglamalari, Gey-Lussak tenglamalari bilan asoslashtirilgan formulaga qo'yamiz. Bu yerdan bizga noma'lum gaz topish kerak. Shuning uchun molekulyar massani topamiz. Massamiz bizga 11,2 gram berilgan, formulaga qo'yamiz. Universal gaz doimi 8,31. Temperaturamiz kelvinda berilgan 273 kelvin. Bosim berilgan 202,65.
Hajm berilgan 4,48 litr. Buni molekyular massadan topamiz. Yetsangiz, demak 28 chiqar ekan. 28 noma'lum gaz deyapti. Demak, qaysi gazimiz 28 ekanligini bilishimiz kerak. Birinchi javobda is gazi deyapti. Demak, molekulyar massasi 28. Ikkinchi javobda silan deyapti. CH4. Bu 32 bo'ladi. Uchinchisida ammiak beryapti. 17 molekulyar massasi. Keyingisida etilen beryapti. C2H4. Demak, bu ham 28. Demak, javobimiz 1 hamda 4 bo'lar ekan. Degan javob, demak, C varianti. 4-masalani ko'ramiz. 28 gram alyuminiy, 28 izotopli alyuminiy, 28 izotopli kremniy, 27 izotopli alyuminiy atomlarini mos ravishda izoton, izotop va izobarlarga ajrating debdi. Demak, bizim birinchi qiladigan ishimiz alyuminiyni va barcha izotoplarni yozib chiqamiz. 28 alyuminiy, alyuminiy tartib raqami 13. Keyingisi kremniy, massasi demak 28, tartib raqami 14. Keyingisi yana alyuminiyning izotopi berilgan 27, tartib raqami 13. Alyuminiy protonlari 13 da, neytronlari 28 dan 13 ni ayirsangiz, demak 15 ta neytroni bor, elektroni ham 13 da. Massasi 28 bilamiz. Protoni demak kremniyda 14, neytronlari ham 14, elektronlari ham 14 da. Keyingisida proton alyuminiy 27 izotopda, protonlar soni 13 da. Neytronlar soni topaylik. Neytronlar soni 27 dan 13 ni ayirsangiz 14, elektronlar soni ham 13 da. Birinchi savol aytyapti, qaysi birlari izotom deyapti. Demak, A javob deyman. Izotom degani demak neytronlar soni teng. Qaysilarda neytronlar soni teng? Neytronlar soni faqatgina va 28 kremniy va 27 alyuminiyda teng. Shu uchun 28 kremniyimiz bu birinchi variant javob esa, bu ikkinchi savol, bu uchinchi savol. 2 bilan 3 ga to'g'ri kelyapti. Demak, A izotonimiz 2 va 3 ga to'g'ri kelyapti. Ikkinchisi izotop deyapti. Izotop bo'lishi uchun bizda tartib raqam bir xil bo'lishi kerak. Demak, tartib raqam bir xil bo'lgan javob bizda ikkita alyuminiy berilgan. 13. Demak, 1 bilan 3 javob bo'ladi. Keyingisi izobarlarni toping debdi C javobga. Izobar degani massasi teng degan. Demak, massasi bizda alyuminiy hamda kremniyning 28 izotoplarning massasi teng. Demak, 1 va 2 bilan. Demak, javobni tanlaymiz. A da 2 va 3, B da 1 va 3, C da 1,2, 1 va 2. Demak, javobimiz A javob ekan. A javob belgiladik. 5-masala. 5-masalamizda quyidagi keltirilgan qatorda element atomlarining radiusi qanday o'zgaradi? Bu guruh hamda davr elementlari berilgan. Litiy, natriy, kaliy, rubidiy, demak biz bilamiz, bu guruh elementlari hisoblanadi. Guruh elementlarda atomlar radiusi ortadi. Demak, guruhda atom radiusi ortadi. Keyingisi brom, xlor, ftor. Demak, bu endi tepaga qarab ketyapti. Biz bilamiz, brom, xlor hamda ftor. Teskari bo'lganligi uchun, demak, keyingisida atom radiusi pastga tepaga qarab, guruhda pastdan yuqoriga qarab kamayadi. Demak, ortadi. Demak, rubidiygacha ortadi, so'ngra esa kamayadi. 6-savol. Glitserin molekulasida qanday kimyoviy bog'lanishlar mavjud emas? Savolni to'g'ri o'qishimiz kerak. Demak, qanday bog'lanishlar mavjud emas? Glitserin 3 atomli spirt hisoblanadi. Yozib chiqamiz. 3 atomli spirt bo'lgani uchun 3 ta gidroksi guruh bor.
Vodorodlarimiz. Demak, birinchisiga qaraymiz. Donor akseptor bog'lanish bor debdi. Bu yerda donor akseptor bog'lanish yo'q. Faqatgina metallar bilan gidroksid guruhlari keyin bog'langan paytda, masalan, MS2 gidroksid bilan bo'lsa, unda donor akseptor bog'larini hosil qiladi. Lekin hozir oddiy glitserinning o'zida donor akseptor bog'i mavjud emas. Demak, 2 donor akseptor bog'i mavjud emas. Birinchisiga qutbsiz kovalent debdi. Qutbsiz kovalent degani demak, elektromobilliklari bir-biridan keskin farq qilmaydigan. Demak, uglerod orasida bizda qutbsiz bor. Demak, bormi? Demak, bu javobni olmaymiz. Uchinchisi metal bog'lanish debdi. Metal bog'lanish bo'lishi uchun metal va erkin elektronlar harakati bo'lishi kerak. Hammasi bu yerda metal emas va metal emas bog'langan. Shuning uchun uchinchi javob ham bog'lanish mavjud emas. To'rtinchisi qutbli kovalent bog'lanish. Qutbli kovalent bog'lanish degani metal va metal emas elektromobillar biroz farq qiladigan hamda uglerod vodorod, uglerod kislorod orasida qutbli kovalent bor. Bu javob kirmaydi. Beshinchi javob vodorod bog'lanish bor debdi. Demak, gidroksid guruhlari orasida vodorod bog'lanish bo'lishi mumkin. Oltinchi savol ion bog'lanish. Ion bog'lanish uchun qandaydir ionlar orasida bog'lanish bo'lishi kerak. Bu yerda hech qanday yo'q. Shuning uchun javobni 2, 3 hamda 6 javoblarini olamiz. 7-chi savol. Kimyoviy reaksiya tezligi berilgan. 8 mol taqsim litr ko'paytirilgan minut. Reaksiyaning temperatura koeffitsiyenti 2 ga teng, demak alfa 2 ga teng. Shu reaksiyaning temperaturasi 40 gradusgacha oshirilsa, ikkinchi reaksiyaning tezligini, demak T1imiz dastlab 0 bo'lgan, T2imiz esa 40 gradusgacha oshirilgan. Ikkinchi tezlikni so'rayapti. Demak, tezlik 0 bo'lgan paytda, harorat 0 bo'lgan paytda reaksiya bo'lgan. Temperatura ko'tarilgan paytda ikki tezlikni so'rayapti. Demak, formulaga qo'yamiz. V2 taqsim V1 teng alfa tau 2 minus tau 1 taqsim 10. V2imiz yo'q, x deyman. V1imiz 8. Alfa 2 ga teng. Demak, keyingi temperaturamiz 40. 40dan ayiramiz 0 ni. Taqsim 10. Yechamiz x taqsim 8 tenglik. 40dan 0 ni ayirib 10 ga bo'lsangiz 2 ning 4-chisi bo'ladi. 2 ning 4-chisini hisoblaymiz. 2 ning kvadrati 4. 4ni 2 ga ko'paytirsangiz 8. 8 kere 2 16. Demak, 8 qaysi sonni 8 ga bo'lganimizda 16 bo'lishi kerak. Demak, x ni topamiz. Bu uchun 16 ni 8 ga ko'paytiramiz. Demak, javobimiz 128 ekan. Demak, tezligimiz 128 ga teng bo'lar ekan. Javob C. Belgiladim. 8-chi savol. Tarkibda umumiy bog'lar soni 10 taga teng bo'lgan birikmani toping debdi. Eng oson usulda hisoblashni ko'ramiz. Kislorod bilan hisoblash ozgina qulaylikni his beradi. Buning uchun biz masalan D javobni ko'raylik. Osonroq ekan bittagina. Alyuminiy gidroksid sulfat. Kislorodlar sonini uning valentligiga ko'paytiramiz. O'shanda javobimiz 10 bo'lsa, demak shu tuz bo'lgan bo'ladi. Demak, jami kislorodlarimiz hozir 5 ga teng. 5 ni ko'paytiramiz 2 ga. Demak, 10 ta umumiy bog'lar bor. Umumiy bog'lar deganda ham sigma hamda pi bog'lar nazarda tutilgan. Qolgan javoblarni ham tekshirib ko'rishimiz mumkin, lekin javobimiz hozircha D bo'lar ekan. Keling, birinchi javobni tekshirib ko'ramiz. Alyuminiy digidrokso sulfat. Formulani yozdim. Demak, jami kislorodlarni topaman. Jami kislorodlarimiz OH soni 2 ta, shundan yana 2 ta, demak 4 ta. Esa 4 ta ham 4 ta bor. 4 ga 4 demak 8. 8 ni ko'paytirsangiz 2 ga 16 ta bo'ladi. Bu jami bog'lar soni. Lekin bizga 10 ta bo'lsin degan. Shu uchun javobimiz D javob. 9-masalaga o'tamiz.
SO2 hamda O2 reaksiya kirishgan. Bunda vanadiy 5 oksidi katalizator vazifasini bajarib, demak katalizator ham bor ekan. SO3 hosil bo'lgan. Reaksiya tenglamasi yozildi. Reaksiyada SO3 ning konsentratsiyasi deyapti. Kimyoviy muvozanat qaror topdi. Demak, SO3 hosil bo'lgan paytda konsentratsiyasi 2 mol ekan. 2 molarlik ekan. Kimyoviy muvozanat qaror topdi. SO2 ning boshlang'ich konsentratsiyasi berilgan 3 molarlik deb yozib qo'yaman. Kislorodning dastlabki konsentratsiyasini bilmaymiz. Shuning uchun buni dastlabki konsentratsiyasini X deyman. Agar SO3 dan 2 mol kirishsa, kisloroddan 1 mol sarf bo'ladi. SO2 ya'ni oltin gugur 4 oksiddan ham 2 mol taqsim litr sarf bo'ladi. Demak, bularni hozir biz muvozanat konsentratsiyalarini topib chiqamiz. Muvozanati. SO2 dan 3 mol bor edi. 2 mol sarf bo'ldi. Demak, 1 mol va 1 molarlik ortib qoldi. Keyingisi kislorod X mol bor edi. 1 mol ortib qoldi. Bu kislorodning muvozanat holatdagisi. SO3 dan 0 mol bor edi. 2 molarlik hosil bo'ldi. Demak, bu buning muvozanat konsentratsiyasi. K muvozanat berilgan formulaga qo'yamiz. Demak, hosil bo'lgan moddaning konsentratsiyasini oldagi koeffitsiyenti darajaga ko'tarilib, dastlabki moddalarning konsentratsiyalari ularning koeffitsentlariga mos ravishda darajaga oshirilib bo'linadi. Demak, SO2 ni ortib qolgani 1, darajasi 2 ko'paytirilgan. Kislorodni konsentratsiyasi muvozanati x minus 1. Altta koeffitsient yo'q bo'lgani uchun darajaga qo'ymayman. Tenglik 1. Demak, yechishimiz kerak. 1 ning kvadrati 1. Demak, x minus 1 tenglik 2 ning kvadrati 4. Demak, x ni topsak 5. Biz x deb kislorodning dastlabki konsentratsiyasini olgan edik. Dastlabki konsentratsiyasi semalarlik. Bizga savol aytyapti, kislorodning dastlabki konsentratsiyasini toping. Demak, javobimiz 5 ekan. Keyingi savolimiz -20 gradusda deyilgan. E'tibor beramiz shu joyiga. 243 sekundda tugaydi. Reaksiya temperaturasi 20 gradusgacha, demak yana 40 gradusga oshirilgan. 40 gradusgacha oshirilgan. O'zgartirilganda necha sekundda tugaydi? Vaqtini so'rayapti. Demak, T1 boshlangan haroratimiz bu T1 sekund bo'ladi. T2 sekundni so'rayapti. Alfa berilgan 3 ga teng. Demak, formulani yozaman. Harorat doim teorik proporsional bo'ladi. Demak, T1 taqsim T2 alfa tau 2 minus tau 1 taqsim 10. Shu formuladan foydalanamiz. Demak, T1'imiz berilgan 243 taqsim T2'miz yo'q. Alfa berilgan 3 ga teng. T2 minus T1 bo'lishi kerak. T2'miz 20 gradus ayrilgan. T1'imiz esa minus 20 gradus. Shuning uchun buni qavsga olib qo'yamiz. Ishorasi teskarisiga almashib ketadi. Demak, yechaman 243 taqsim T2 3 20 minus va minus ikkalasi plus bo'lib ketib 40 bo'ladi. 40 ni 10 ga bo'lsangiz 4, demak 3 ning 4-chisi. 3 ning 4-chisini hisoblaymiz. 3 ning kvadrati 9, 27 ni 3 ga ko'paytirsangiz 81. Demak, T2 ni topmoqchi bo'lsangiz 243 ni 81 ga bo'lamiz. Bo'lgan paytimizda javobimiz chiqadi. Bunda ko'rinib turibdiki, javob 3 bo'ladi. Demak, 3 bo'lgan javobni tanlaymiz.